Psixogenetika fanini bizni hayotimizda qanaqa o'rni bor, bilasizmi? Hozir jamiyat juda ham tez rivojlanyapti va insonlarning ongi ham juda ham katta tezlikda rivojlanib, transformatsiya bo'lyapti. Bu degani har bir inson iloji boricha o'z hayotini rivojlantirishi, muammolardan forig' bo'lishi uchun harakat qiladi. Bu yo'nalishga albatta psixogenetika fani yordam beradi. Ya'ni o'zidagi muammolarni ildizini topish, o'zidagi botil tushunchalarni korreksiya qilish uchun psixogenetika fanidan foydalanamiz. Bizning xalqimizda bejizga 12 ta ajdodingni bilsang, jannati bo'lasan degan gap aytilmagan. Hoynahoy ajdodlarimiz ham bu qonuniyatlarni bilishgan. Bilasizmi, ajdodlaringizni bilish bu o'zingizni tanish degani. Ya'ni ularning qobiliyati, imkoniyati, yashab o'tgan hayot yo'llari, ya'ni tajribalari hammasi sizning ichingizda o'tiribdi. Bu sizning resurslaringiz. Agar siz hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, omadli, baxtli, muvaffaqiyatli va sog'lom bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta resurslaringizni o'rganishingiz lozim.